Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari. Anchadan beri Orizor Rezidensiyadan uy reklama qilmoqdik, chunki ko'p uylarimiz sotilib ketdi uji. Mana oxirgi etapini sotuvini boshlaymiz. Albatta oxirgi etaplari ozgina qimmatroq chiqadi, lekin uylar narxiga 100% stoyt. 2 xonali kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Pastroq etajdan yaxshi kvadraturadagi 2 xonali kvartira so'raganlar uchun 56 metr kvadrat 85% tayyor holatda. Birinchi kirganimizda bu taraf o'zini hojatxonasi, yonginasida vannasini ko'rishimiz mumkin. Endi esa bu tarafga o'tamiz do'stlar. Bu tarafimiz uyimizning asosiy zali. Zalimizning o'zini balkoni mavjud. Balkondan shunday tashqariga qaraganimizda Orizor bozorini ko'rishimiz mumkin. Yesichom bitta yo'l ochib olib, har kuni pastga tushib tirikchilik qilib olsanglar ham bo'ladi. Bilasizlar, Orizor bozorida ishlagan odam hech qachon och qolmaydi. Endi bozorda ishlagan odam hech qachon har doim rizqini topadi. Endi esa bu taraf uyimizning oshxonasi do'stlar, kengina, yaxshi bu taraf kuxni mebellar qo'lasizlar, katyolovka o'rnatasizlar. Remont qilib olasizlar o'zingizlar addushi, lekin kosmetik remont qilishingizga 2,5 ming dollar rasxotinglar bor. Uyimizning boshlanish to'lovi pastroq etajda bo'lganligi uchun ozgina qimmatroq bo'ladi. Chunki hamma ham baland etajni xohlamaydi. Past etajdan o'zi spesialniy oladigan insonlar bor. Bu uyimizning yo родительский spalnisi yoki bolalar xonasi xohlasanglar endi. Tabiiylarga qarab любой xonani qo'llaverasizlar. Hamma ham baland etajdan olavermaydi. Baland etajiga jelanasi yo'q. Pastroq etajdan mayli ozgina Brexim qo'shamanda pastroq etajdan olib, maza qilib remont qilib olib, yashayman deganlar uchun bu uyimizga to'g'ri keladi. Uyimizning boshlanish to'lovi 19,200 dollar kelasizlar. Yana gaplashamiz do'stlar. Oylik to'lovlari 6,400,000 so'mdan, ostatkasi 420 million qoladi. 20 yillik ipoteka, birlamchi 18% ipoteka. Shu videoni birlamchi 18% ipotekaga pastroq etajdan 2 xonali kvartira izlab yurgan tanishimizga jo'natib qo'yamiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz. Biz hozir Uchtepa Orizor Rezidensiyaamiz oxirgi uylarimiz. Agarda yo'q, menga balandroq etajdan arzonroq kvartiralar kerak desanglar, unaqasini ham muhayyo qilamiz. Faqatgina kanalimizga podpiska bo'lgan bo'lsanglar bas do'stlar. Telegram kanalga o'tsanglar, balandroq etajda ham arzonroq uylarimiz mavjud. Ko'rasizlar, telefon qilasizlar, xudo xohlasa bir kunda оформление qilib ustinglarni kirgizib yorib, 10 kun 15 kunda ko'chib kirsanglar bo'ladi. Bu uylarimizning kadastrlari hammasi tayyor, довольный bo'lib olishinglar mumkin. Rahmat hammaga. Yoqqan bo'lsa bitta videoga like bosib qo'yinglar. Savolinglar bo'lsa kommentariyada kutaman. Hammasiga javob beramiz.